Hop, muzikani o'chiringlar. Bugun sizlar bilan monopolistik, boshqalarning fikriga tupurgan holatda tashkil etilgan kalmar o'yiniga xush kelibsizlar. Sen bugun eng qiyin bo'lgan ishni qilasan. Ya'ni birinchi qadam tashlab berasan uka. Bo'ptimi? Ketdik, bunisiga sakraymiz. Mana shunaqa qilib sekin davom etaveramiz. O'zingni bos, uka, o'zingni bos. Bunisiga ekan. Hop, tushib ketib qolding. Sakrashing kerak edi. Bunga ekan. Endi bu ichi qoralik emas bu. Prosta endi vaziyatdan foydalanish shunaqa. Tayyormisan uka? Tayyorsan-a? Oy, tushib ketasan. O'zingni bos, men seni qutqarib qoldim. Bunisiga ekan. Meni ko'pchilik qarg'aydi. Oba. Bunisiga sakra. Молодцы, ukajonim. Sakrachi. Bunisiga ekan. Voy, kelyapsizlarmi? Ey, turmayda go'layib, sakrab kelaveringlar bitta-bitta. Sakra. Voy, молодец, ukam bo'lasan-da. Qani? Bunisiga ekan. Sakra ber. Молодцы. Uka, pastga tushib ketmagin, bo'ptimi? Pastga qara, voy. Qanaqadir bir hasharotmi bilmayman, nimadirlar seni g'ajiydi-da pastga tushsin. Davom. Bu yoqqa. Tushib ketma. Sal qol deb tushib ketardim men. Ketdi bu yoqqa. Seni hozir oldingda juda ham katta narsa turibdi. Ya'ni oxirgi qadamni tashlab berishing kerak men uchun. G'alaba sen bilan meni qo'limda. Bo'ptimi? Menga qara, gapirayotganimda menga qara. Ey, nadaman men. Bo'ptimi? Uka. Qani sakra. Uka, tur, maki. Ketdi ana bu ham. Men ushlab qolishga harakat qildim. Demak, mas'ulka. Yutdik. Akalar, молодцы. O'z kuchim bilan sizlarning yordamingizda yutdim. Bo'ldi. Ketaman bundan endi. Keyingi bosqichga.